Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shoshilinch va o'ta muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz O'zbekistonda yashasangiz, mulk egasi bo'lsangiz, tadbirkor bo'lsangiz yoki shunchaki kommunal xizmatlardan foydalanuvchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Aprel oyining oxiriga qadar bajarishingiz shart bo'lgan bir qator jiddiy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni o'tkazib yuborish sizga moliyaviy muammolar, sezilarli jarimalar yoki muhim ijtimoiy imtiyozlarni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Hech birimiz bunday vaziyatga tushishni istamaymiz, to'g'rimi? Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli ushbu muhim ma'lumot boshqa insonlarga ham yetib borishga yordam beradi. Xo'sh, nima gap? Nega bu qadar shoshilinch harakat qilishimiz kerak? Hozirgi kunda yurtimizda ko'plab sohalarda raqamlashtirish va shaffoflikni oshirish jarayonlari faol olib borilmoqda. Davlatimiz fuqarolarga qulaylik yaratish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, shuningdek resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash maqsadida eski, an'anaviy tartiblarni yangi, zamonaviy va raqamli tizimlarga almashtirmoqda. Lekin bu o'zgarishlar ba'zan o'ziga xos muammolar va majburiyatlarni ham keltirib chiqaradi. Ayniqsa o'zgarishlar muddatlari qisqa bo'lsa, bu haqda xabardor bo'lmaslik yoki o'z vaqtida chora ko'rmaslik katta xarajatlarga, qo'shimcha to'lovlarga yoki hatto qonuniy jarimalarga olib kelishi mumkin. Bugungi asosiy mavzuyimiz esa aynan shu. Aprel oyining oxirigacha, ya'ni shu oy tugamasdan turib amalga oshirilishi shart bo'lgan 3 ta eng muhim o'zgarish bor. Keling, har birini birma-bir chuqur tahlil qilib chiqamiz. Birinchi muhim o'zgarish bu mol-mulk va yer solig'ini hisoblash hamda to'lash tartibidagi yangiliklar. Ilgari ko'pchilik holatlarda mol-mulk solig'i hisob-kitoblari davlat organlari tomonidan amalga oshirilib, sizga xabarnoma kelishini kutardingiz. Ba'zan bu xabarnomalar kechikadi, ba'zan esa umuman kelmasdi. Bu esa fuqarolarda soliq majburiyatlari yuzasidan ma'niliklarni keltirib chiqarardi. Ba'zi fuqarolar soliq to'lovlari to'g'ri hisoblanganiga shubha qilardi, chunki ko'chmas mulkning kadastr qiymati oshganini bilmasdi. Yoki uy-joyga bo'lgan egalik huquqi qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, ma'lumotlar bazasida xatoliklar mavjud edi. Endilikda yangi tizim joriy etildi. Unga ko'ra, har bir mulk egasi o'z mol-mulki va yeriga nisbatan hisoblangan soliq miqdorini mustaqil ravishda tekshirishi va agar kerak bo'lsa, ma'lumotlarni aniqlashtirishi shart. Bu borada yangi interaktiv xizmatlar, xususan may soliq uz portalida joriy etilgan shaxsiy kabinet orqali ma'lumotlarni ko'rish va tasdiqlash imkoniyati yaratildi. Kimlar bu o'zgarishdan tashvishlanishi kerak? Har qanday ko'chmas mulk, ya'ni uy-joy, do'kon, ofis, omborxona kabi bino inshootlarga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar. Shuningdek, yer uchastkalariga ega bo'lganlar ham. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning nomingizda hech qanday ko'chmas mulk yoki yer uchastkasi bo'lmasa, bu qoida sizga taalluqli emas. Misol uchun, tasavvur qiling, siz poytaxtda 3 xonali kvartiraga egasiz. Ilgari siz har yili oktabr oyiga qadar keladigan soliq xabarnomasini kutardingiz va unda ko'rsatilgan summani to'lardingiz. Biroq bu yil siz aprel oyining oxirigacha may soliq uz saytiga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali o'z mol-mulkingizga nisbatan hisoblangan soliqni tekshirishingiz va tasdiqlashingiz shart. Agar siz buni qilmasangiz, ya'ni soliq hisoboti bo'yicha e'tiroz bildirmasangiz va mavjud ma'lumotlarga qarab to'lovni amalga oshirsangiz, keyinchalik xatolik aniqlanganda, ya'ni soliq miqdori kamayishi kerak bo'lganda ham ortiqcha to'lovni qaytarish biroz murakkablashishi mumkin. Aksincha, agar hisob-kitobda xatolik bo'lib, siz kam soliq to'laganingiz aniqlansa, sizdan qo'shimcha ravishda jarima ham undirilishi mumkin. Masalan, agar sizning kvartirangizning kadastr qiymati 5 million so'm deb noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, aslida esa u 4 million so'm bo'lsa va siz buni aprel oxirigacha tuzatmasangiz, ortiqcha 1 million so'm uchun ham soliq to'lash majburiyatiga duch kelasiz. Bu esa siz uchun o'rtacha 200 ming so'm atrofida ortiqcha xarajat degani. Jarima miqdori esa to'lanmagan soliq summasining 20% gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni o'z vaqtida ma'lumotlarni tekshirish sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan saqlaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun kommunal xizmatlarga subsidiya olish tizimidagi yangiliklar. Ko'pgina oilalar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar
qishloq joylarda yashovchilar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar davlatdan elektr energiyasi, tabiiy gaz va issiqlik ta'minoti uchun ma'lum miqdorda subsidiya olib kelishgan. Bu ularning oilaviy byudjetiga sezilarli yordam bo'lardi. Ilgari bu subsidiyalar ko'pincha avtomatik tarzda yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan ma'lumotlar bazasi asosida amalga oshirilardi. Biroq bu tizimda ba'zi kamchiliklar bor edi. Jumladan, subsidiyalarni olishga haqli bo'lgan ba'zi fuqarolar uni olmasligi yoki aksincha haqiqatda muhtoj bo'lmaganlar ham subsidiya olish holatlari uchrayotgan edi. Endilikda adolatliroq va shaffofroq tizimni joriy etish maqsadida subsidiyalarni olish uchun qayta ariza berish yoki mavjud ma'lumotlarni yangilash talabi joriy etildi. Ya'ni agar siz avval subsidiyadan foydalanib kelgan bo'lsangiz ham aprel oyining oxirigacha yangi tizimda, xususan ijtimoiy himoya yagona reyestri platformasi orqali murojaat qilishingiz yoki ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz kerak. Aks holda sizning subsidiyangiz avtomatik ravishda bekor qilinishi mumkin. Kimlar bu o'zgarishdan tashvishlanishi kerak? Kam ta'minlangan oila deb topilgan nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz yashaydigan keksa fuqarolar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj deb e'tirof etilgan shaxslar. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz bu toifaga kirmasangiz va hech qanday subsidiyadan foydalanmagan bo'lsangiz, bunga misol keltiradigan bo'lsak, faraz qilaylik, sizning oilangiz kam ta'minlangan deb topilgan va har oy elektr energiyasi uchun to'lovdan 75 ming so'm miqdorida subsidiya olib kelgan. Siz bu yordamga juda muhtojsiz. Agar siz aprel oyining oxirigacha yangi tizim orqali murojaat qilmasangiz, may oyidan boshlab bu subsidiya olishni to'xtatishingiz mumkin. Natijada oilaviy byudjetingizga oyga 75 ming so'm qo'shimcha yuk tushadi. Bu esa yiliga qariyb 900 ming so'm degani. Bu kam ta'minlangan oilalar uchun katta yo'qotish hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonni jiddiy qabul qilib, o'z vaqtida murojaat qilish juda muhim. Uchinchi muhim o'zgarish. Bu o'zini o'zi band qilgan shaxslarni ro'yxatga olish tartibidagi soddalashtirish va shu bilan bog'liq yangi imkoniyatlar. Hozirgi kunda ko'plab fuqarolarimiz rasmiy ish joyiga ega bo'lmagan holda uyda hunarmandchilik, repetitorlik, taksi xizmatlari, santexnika, sartaroshlik kabi ishlarni bajarish orqali daromad topishadi. Ilgari bu holatda ko'pchilik norasmiy tarzda faoliyat yuritardi. Bu esa ularning nafaqat huquqiy himoyadan mahrum bo'lishiga, balki kelajakda pensiya olish imkoniyatini ham cheklab qo'yardi. Ba'zi hollarda esa rasmiy faoliyat yuritish uchun murakkab hujjatbozlik va yugurish soliqlar bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Endilikda hukumat o'zi band qilgan shaxslar uchun yanada qulay sharoitlar yaratdi. Xususan, ularni ro'yxatga olish jarayoni maksimal darajada soddalashtirildi va ularga bir qator soliq imtiyozlari berildi. Agar siz o'zi band qilgan shaxs sifatida aprel oyining oxirigacha rasmiy ro'yxatdan o'tsangiz, siz yillik daromad soligidan ozod etilasiz. Faqatgina ijtimoiy soliqni hozirgi kunda oyiga bazaviy hisoblash miqdorining kamida bir barobar, ya'ni 3 ming so'm to'lab, kelajakda pensiya olish huquqiga ega bo'lasiz va qonuniy faoliyat yuritgan bo'lasiz. Agar siz bu muddatga qadar ro'yxatdan o'tmasangiz, norasmiy faoliyatingiz uchun jarimaga tortilishingiz yoki keyinchalik ro'yxatdan o'tganingizda avvalgi davrlar uchun qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Kimlar bu o'zgarishdan tashvishlanishi kerak? Rasmiy ish joyiga ega bo'lmagan holda xizmat ko'rsatish yoki mahsulot ishlab chiqarish orqali daromad topadigan barcha fuqarolar. Misol uchun, uyda pishiriqlar tayyorlab sotadigan ayollar, repetitorlar, uy ta'mirlash ustalari, taksi haydovchilari, agar faoliyati rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sartaroshlar va kosmetologlar, hunarmandlar. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va mehnat daftarchasi yuritiladigan shaxslar. Masalan, siz xususiy repetitorsiz, oyga o'rtacha 3 million so'm daromad topasiz. Agar siz o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, yillik daromad soligidan ozod bo'lasiz. Buning evaziga faqat ijtimoiy soliq to'laysiz. Taxminan 340 ming so'm oyga. Bu sizga nafaqat qonuniy ishlash imkonini beradi, balki kelajakda pensiya olish uchun staj ham yoziladi. Agar siz rasmiylashmasangiz va sizning faoliyatingiz aniqlansa, siz noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlik uchun jarimaga tortilishingiz mumkin. Dastlabki jarima bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobardan 7 barobargacha, ya'ni 1 million 700 ming so'mdan 2 million 380 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu esa daromadingizdan ancha ko'p.
Shuning uchun muddat tugashiga qadar ro'yxatdan o'tish orqali o'zingizni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qilgan bo'lasiz. Endi esa ushbu o'zgarishlardagi ba'zi bir noaniq nuanslar, e'tibor berish kerak bo'lgan istisnolar va tuzoqlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'zgarish bo'yicha, ya'ni mol-mulk solig'i haqida gapirganda, esda tutingki, siz o'z mulkingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirishingiz shart. Ammo har doim ham siz Milliy soliq portalida barcha ma'lumotlarni to'liq ko'ra olmasligingiz mumkin. Ba'zan kadastr ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi yoki mulkdorlikka oid hujjatlarda eski ma'lumotlar saqlanib qolgan bo'ladi. Agar sizning shaxsiy kabinetingizda bino turi, maydoni yoki kadastr qiymati noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bu holda faqat soliq organiga murojaat qilish kifoya emas. Siz dastlab Davlat kadastr palatasiga murojaat qilib, mulk hujjatlaringizdagi ma'lumotlarni aniqlashtirishga zarur bo'lsa, kadastr qiymatini qayta baholatishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun aprel oyi oxirigacha yetkazish uchun hozirdan harakatni boshlashingiz muhim. Ayniqsa, yangi qurilgan yoki qayta ro'yxatdan o'tkazilgan mulklar egalari bunga jiddiy e'tibor berishlari lozim. Shuni ham aytib o'tish kerakki, agar siz soliq imtiyozlariga ega bo'lsangiz, masalan, I yoki 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxs, urush faxriysi va hokazo, bu imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanmasligi mumkin. Siz ularni soliq organlariga taqdim etishingiz kerak. Yoki ba'zi turdagi mulklar uchun soliq stavkalari farq qiladi, masalan, noturar joylar uchun. Ushbu tafsilotlarni ham diqqat bilan tekshiring. Ikkinchi o'zgarish, ya'ni kommunal subsidiyalar haqida gapirganda unutmaslik kerakki, ijtimoiy himoya yagona reyestriga murojaat qilish jarayoni ham o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lishi mumkin. Ba'zida tizimda texnik nosozliklar yuzaga kelishi, hujjatlarning to'liq yuklanmasligi yoki ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi holatlari uchraydi. Shuningdek, arizani to'ldirishda juda e'tiborli bo'lish kerak, chunki noto'g'ri ma'lumot kiritish arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, oila a'zolarining daromadlari, mol-mulki haqidagi ma'lumotlar to'liq va aniq ko'rsatilishi shart. Agar sizning arizangiz rad etilsa, sizga rad etishning aniq sababi ko'rsatiladi va siz o'sha kamchilikni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Ammo bu jarayon ham vaqt talab qiladi. Shuning uchun oxirgi kunlarga qoldirmasdan imkon qadar tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. Esda tuting, bu yagona reyestr orqali nafaqat kommunal subsidiyalar, balki kam ta'minlanganlik bo'yicha bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi boshqa ijtimoiy yordam turlari ham rasmiylashtiriladi. Shuning uchun bir marta murojaat qilish orqali siz bir nechta imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Uchinchi o'zgarish, o'zini o'zi band qilgan shaxslar masalasida esdan chiqarmaslik kerakki, barcha faoliyat turlari ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar ro'yxatiga kiritilmagan. Davlatimiz tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxat mavjud bo'lib, faqat shu ro'yxatga kiritilgan faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi shaxslar o'zini o'zi band qilgan deb hisoblanishi mumkin. Agar sizning faoliyatingiz bu ro'yxatda bo'lmasa, siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz yoki boshqa bir tadbirkorlik shaklini tanlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, agar siz kichik ishlab chiqarish korxonasi ochmoqchi bo'lsangiz va yo'llanma ishchilaringiz bo'lsa, siz o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'la olmaysiz. Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan shaxslar ham barcha xarajatlarni cheklangan miqdorda olib tashlay oladi. Masalan, agar siz taksist bo'lsangiz va yo'qligi uchun xarajatlaringiz yuqori bo'lsa, bu xarajatlarni hisobga olishda ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi bu ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lashdir. Chunki pensiya staji aynan shu to'lovlar asosida sharhlanadi. Agar o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, ijtimoiy soliqni muntazam to'lamasangiz, u holda kelajakda pensiya olishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. E'tiborli bo'ling. Bu imtiyozlar faqat aprel oyining oxirigacha ro'yxatdan o'tganlar uchun amal qiladi. Keyinchalik bu shartlar o'zgarishi yoki qo'shimcha talablar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu o'zgarishlardan kelib chiqib, aprel oyining oxirigacha bajarishingiz shart bo'lgan aniq qadamlar va amaliy tavsiyalar. Bir mol-mulk va yer solig'i bo'yicha. Birinchi qadam, tezda May soliq.uz veb saytiga kiring. Agar shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, uni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz orqali o'zingiz identifikatsiyasi yordamida ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda oson. Elektron pochta va telefon raqami orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi qadam,
shaxsiy kabinetingizga kirib, jismoniy shaxslarning mol mulk va yer solig'i bo'limini toping. Unda o'zingizga tegishli barcha mol mulk va yer uchastkalari ro'yxatini ko'rasiz. 3-qadam. Har bir mulk turi bo'yicha ko'rsatilgan ma'lumotlarni bino turi, maydoni, kadastr qiymati o'z hujjatlaringiz bilan solishtiring. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosing. Agar xatoliklar mavjud bo'lsa, e'tiroz bildirish tugmasini bosib, mavjud kamchiliklarni batafsil yozib qoldiring. Bu orqali sizga soliq inspektori bilan bog'lanish va masalani hal qilish imkoniyati beriladi. 4-qadam. Agar kadastr ma'lumotlarida jiddiy xatoliklar bo'lsa, avval Davlat kadastr palatasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, mulk hujjatlaringizni yangilang. Keyin qayta mis-soliq.uz orqali soliq ma'lumotlarini tekshiring. Eslatma. Bu jarayonni 20 aprelgacha, ya'ni oy tugashiga bir necha kun qolganda emas, balki hoziroq boshlang. Sababi texnik nosozliklar yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. 2. Kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar bo'yicha. 1-qadam. Ijtimoiy himoya yagona reyestri veb-saytiga e-sahifa.uz kiring yoki mybikka.uz portali orqali tegishli xizmatni toping. 2-qadam. Saytga kirib shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, JSSH kiritish orqali tizimga kiring. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda ro'yxatdan o'ting. 3-qadam. Kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish bo'limini toping va elektron arizani to'ldirishga kirishing. Arizada oila a'zolaringiz, ularning daromadlari, mol mulki va boshqa talab qilingan ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Barcha so'ralgan hujjatlarni, masalan, oila tarkibi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar elektron shaklda yuklang. 4-qadam. Arizani diqqat bilan tekshirib yuboring. Arizangizning holatini onlayn tarzda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar rad etilsa, sababini o'qing va kamchiliklarni tuzatib qayta topshiring. Eslatma, hujjatlarni to'plash va arizani to'ldirish vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun ham buni aprel oyining dastlabki kunlarida boshlash maqsadga muvofiq. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun 1-qadam. Soliq qo'mitasining soliq mobil ilovasini yuklab oling. App Store yoki Google Play orqali yoki mysoliq.uz veb-saytiga kiring. 2-qadam. Mobil ilovada yoki veb-saytda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limini toping. 3-qadam. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport ma'lumotlari, JSSHIR kiriting va o'zingiz shug'ullanadigan faoliyat turini tasdiqlangan ro'yxatdan tanlang. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. 4-qadam. Ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Sizga avtomatik tarzda maxsus guvohnoma beriladi. Bu guvohnoma elektron shaklda bo'ladi. 5-qadam. Har oyda ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lab borishni unutmang. Buning uchun ham soliq mobil ilovasi juda qulay. Eslatma. Agar qaysi faoliyat turi bilan ro'yxatdan o'tishni bilmasangiz yoki faoliyatingiz ro'yxatda bormi yo'qmi shubha tug'ilsa, soliq qo'mitasining 1198 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilib maslahat olishingiz mumkin. Bu sizni noto'g'ri ro'yxatdan o'tishdan saqlaydi. Aziz do'stlar, bugun siz bilan aprel oyining oxirigacha bajarishingiz shart bo'lgan 3 ta o'ta muhim o'zgarishni atroflicha ko'rib chiqdik. Mol mulk va yer solig'i bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish va tasdiqlash, kommunal xizmatlarga subsidiyalar uchun qayta murojaat qilish va o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, bu 3 ta qadam sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy himoyalanganligingiz uchun juda muhimdir. Bularni o'z vaqtida bajarish sizni keraksiz xarajatlardan, jarimalardan va imtiyozlarni yo'qotishdan saqlaydi. Unutmang, bu masalalar sizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun ularga jiddiy yondashish zarur. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va siz endi nima qilish kerakligini aniq bilasiz. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring, biz imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, chunki bu ma'lumot ularga ham yordam berishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.